Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. O'rdash oktyabrdan boshlab banklar tomonidan pensiya berish tartibida qanday o'zgarishlar bo'lishi, bu kimlarga ta'sir qilishi, kimlar xavotir olmasligi kerakligi va eng muhimi pensiyangiz kechikib qolmasligi yoki noto'g'ri hisob raqamiga tushib ketmasligi uchun hozirdayoq nima qilishingiz kerak. Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlariga, vasiylarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalarga va bank kartasi orqali pul oladigan barcha fuqarolarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy va huquqiy ma'lumotlar sizga pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asrashga yordam beradi. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun oddiy ko'rinardi. Kimdir pensiyani bank kartasiga olardi, kimdir naqd shaklda yetkazib berish orqali olardi, kimdir esa bank bo'limiga borib olardi. Lekin amalda bu jarayonda juda ko'p noaniqliklar bor edi. Masalan, bir pensionerning kartasi muddati tugagan bo'lsa, pul tushmay qolardi. Boshqa bir fuqaroning bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, pensiya vaqtida yetib kelmasdi. Yana bir holatda pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin ma'lumotlar yangilanmagan bo'lardi. Natijada odamlar pensiya jamg'armasiga boradi, bankka boradi, mahallaga boradi. Har joyda navbat kutadi va oxirida muammo qayerda ekanini tushunmaydi. O'rdash oktyabrdan keyingi yangi tartibning asosiy maqsadi shuki, pensiya to'lovlari banklar orqali aniqroq, shaffofroq va nazorat qilinadigan tartibda amalga oshiriladi. Bu degani pensiyani kim olayotgani, qaysi bank hisob raqamiga tushayotgani, karta faolmi yoki yo'qmi, fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari to'g'rimi? Bularning hammasi muhim ahamiyat kasb etadi. Men buni oddiy qilib aytaman. Endi pensiya olishda eski odat bo'yicha yuraveradi degan yondashuv xavfli bo'lishi mumkin. Hujjat, karta, bank hisob raqami va shaxsiy ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Bu o'zgarishlarning sababi ham bor. Davlat pensiya pullarining o'z vaqtida manzilli va noto'g'ri shaxslarga emas, aynan huquqli fuqaroga yetib borishini ta'minlamoqchi. Banklar esa bu jarayonda faqat pul tarqatuvchi tashkilot emas, balki to'lovni amalga oshiradigan mas'ul moliyaviy vositachiga aylanadi. Shuning uchun pensionerning bank bilan bog'liq ma'lumotlari toza va yangilangan bo'lishi shart. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimlar bu tartibdan xavotir olishi kerak? Kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz pensiyangizni har oy bank kartangizga olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, SMS xabarnoma kelayotgan bo'lsa, bank ilovasida yoki bankomatda pulingiz ko'rinayotgan bo'lsa, odatda sizda katta muammo bo'lmaydi. Lekin shunda ham men sizga 3 narsani tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Kartaning amal qilish muddati, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz bankda to'g'ri kiritilganmi, telefon raqamingiz o'zingizniki sifatida ulanganmi? Chunki muammo ko'pincha pensiya tayinlashda emas, bankdagi texnik ma'lumotlarda chiqadi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli fuqaro har oy 1.270 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi 2024 yil sentyabr oyida amal qilish muddatini tugatgan. U buni sezmagan, chunki kartani faqat pensiya tushganda ishlatadi. O'rni oktyabrdan keyingi to'lov davrida pul hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin karta faol bo'lmagani sababli foydalanishda muammo chiqadi. Bunday vaziyatda pensioner pensiyamni bermadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo kartaning amal qilish muddati tugaganida bo'ladi. Shuning uchun karta ustidagi oy va yilni hozir tekshirib qo'ying. Ikkinchi misol, bir ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini voyaga yetmagan farzandi nomidan oladi. Oldin bankka bitta karta ochilgan, pul shu kartaga tushib turgan. Lekin farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, vasiylik yoki qonuniy vakillik hujjatlari yangilanishi kerak bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar bank yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini qayta tekshirsa, hujjatlar to'liq bo'lmagani uchun to'lov kechikishi ehtimoli bor. Bu yerda ona aybdor emas, bank ham darhol aybdor emas. Muammo shundaki, bola nomidan pul olishda qonuniy vakillik aniq tasdiqlangan bo'lishi kerak. Uchinchi misol. Pensioner Surxondaryoda ro'yxatda turadi, lekin farzandlari bilan Samarqandda yashayapti. Pensiya bank kartasiga tushsa, odatda joylashuv muammo bo'lmaydi. Lekin pensionerlar naqd pul olish yoki bank bo'limi orqali xizmatdan foydalanayotgan bo'lsa, doimiy yashash joyi, vaqtincha yashash manzili va xizmat ko'rsatuvchi bank bo'limi masalasi muhim bo'lishi mumkin. Chunki tizimda fuqaro
qaysi hududda qaysi bank orqali to'lov olishi aniq ko'rinishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz yangi bo'lsa, bank hisob raqamingiz faol bo'lsa, pensiya har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, siz shunchaki tartibni bilib qo'ysangiz kifoya. Lekin mening hammasi joyida deb umuman tekshirmaslik ham to'g'ri emas. Chunki bitta raqam xatosi, eski telefon raqami, muddati o'tgan karta yoki pasport almashtirilgandan keyin bank bazasida eski ma'lumot qolib ketgani sababli pul olish jarayoni cho'zilishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holatlardan biri shuki, pensioner pasportini ID kartaga almashtiradi, lekin bankka borib ma'lumotini yangilamaydi. Pensiya tayinlangan pul bor, huquq bor. Lekin bank tizimida eski pasport seriyasi turadi. Keyin karta almashtirishda, yangi hisob ochishda yoki muayyan tekshiruv paytida mos kelmaslik chiqadi. Natijada oddiy ish bir kunda bitishi mumkin bo'lgan joyda 3-4 kun. Ba'zan unda ham ko'proq vaqt ketadi. Yana bir muhim masala pensiyani boshqa odam olib berishi. Ba'zi keksa otaxon va onaxonlar bankka o'zlari bora olmaydi. Ularning farzandi. Kelini yoki boshqa yaqin qardoshi kartani ushlab turadi va pulni yechib beradi. Hayotda bunday holatlar bor, lekin huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Karta egasi pensionerning o'zi. PIN kodni boshqalarga berish, kartani doimiy ravishda boshqa odamda qoldirish xavfli. Agar keyin pul yo'qolsa yoki noto'g'ri yechilsa, bank PIN kod orqali operatsiya qilingan deb javob berishi mumkin. Shuning uchun agar pensioner o'zi harakatlana olmasa, rasmiy ishonchnoma rasmiylashtirish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Birinchi nozik jihat, bank kartasi va bank hisob raqami bir xil narsa emas. Karta yo'qolsa yoki muddati tugasa, bu pensiya umuman yo'qoldi degani emas. Pensiya odatda hisob raqamga keladi. Karta esa shu puldan foydalanish vositasi. Shuning uchun karta ishlamay qolsa darhol vahima qilish kerak emas. Bankka borib hisob raqamda mablag' bor yo'qligini tekshirtirasiz. Kerak bo'lsa yangi karta chiqarasiz. Lekin bu jarayonda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat pensiya keladigan bankni o'zgartirish. Ayrim fuqarolar bir bankdan norozi bo'ladi. Bankomat uzoq, komissiya noqulay, ilova ishlamaydi yoki filialda navbat ko'p. Bunday paytda boshqa bankka o'tish mumkin bo'lishi mumkin, lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Siz yangi bankda hisob ochib, rekvizitlarni olishingiz, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli mas'ul tashkilotga ariza berishingiz kerak. Arizada pensiya to'lovlarini falon bankdagi hisob raqamiga o'tkazib berishni so'raysiz. Bu yerda eng katta xato rekvizitni noto'g'ri yozishdir. Bitta raqam xato bo'lsa pul qaytish yoki to'lov kechikishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ba'zi pensionerlar aliment, kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Pensiya to'liq tushmadi deb o'ylaydi, lekin aslida qonuniy ushlab qolish amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaroning pensiyasi 1.800.000 so'm. Sud qarori asosida ma'lum foiz ushlab qolinsa, karta hisobiga 1.500.000 so'm yoki boshqa miqdor tushishi mumkin. Bunday vaziyatda bankdan ko'ra ijro hujjatini yuborgan organ va pensiya jamg'armasi orqali aniqlashtirish kerak. 4-nozik jihat, pensioner vafot etgandan keyin karta ishlatilishi. Bu juda jiddiy masala. Ba'zan oila a'zolari puli tushibdi. Bir oilaga kerak deb kartadan pul yechadi. Lekin pensioner vafot etgandan keyingi davr uchun noto'g'ri to'langan mablag'lar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Agar ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin merosxo'rlar yoki oila a'zolari bilan noxush holatlar yuzaga keladi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol tegishli organlarga xabar berish, dafn puli, meros, oxirgi to'lovlar tartibini qonuniy yo'l bilan aniqlashtirish kerak. 5-nozik shart, bank xodimlari nomidan telefon qiladigan firibgarlar, yangi tartib, pensiya, karta, tasdiqlash kodi degan gaplar firibgarlar uchun bahona bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga aniq aytaman, hech qachon telefon orqali SMS kodini, karta PIN kodini, kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni hech kimga aytmang. Bank xodimi bunday kodni so'ramaydi. Pensiyangiz blok bo'ladi, kodni ayting desa, bu firibgarlik belgisi. Darhol qo'ng'iroqni uzing va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-nozik jihat. Naqd pul olishni xohlaydiganlar. Hamma pensioner ham mobil ilova ishlatmaydi. Hamma ham bankomatdan pul yechishni bilmaydi. Keksa insonlar uchun bank kartasiga pul tushgani bilan uni ishlatish alohida muammo. Shuning uchun farzandlar ota-onasiga bankomatdan xavfsiz foydalanishni ko'rsatishi,
pin kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamaslikni tushuntirish kerak. Agar pensioner bankka borib naqd olmoqchi bo'lsa, qaysi filialda xizmat ko'rsatilishini, ish vaqti qandayligini va navbat tartibini oldindan bilib qo'yish foydali. 7-chi nozik jihat, bir nechta to'lov turi. Ba'zi oilalarda bir odam yoshga doir pensiya, boshqasi nogironlik pensiyasi, yana biri nafaqa yoki kompensatsiya oladi. Bu to'lovlarning hammasi bir xil tartibda yurmasligi mumkin. Har bir to'lovning manbasi tayinlanish asosi va bank rekviziti alohida bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun qo'shnimga tushdi, menga tushmadi degan taqqoslash har doim ham to'g'ri xulosa bermaydi. Siz o'zingizning shaxsiy holatingizni tekshirtirishingiz kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Shu ro'yxatni uyda pensioner ota-onangiz bilan birga tekshirib chiqsangiz ko'p muammolarning oldini olasiz. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Yaqinda almashtirilgan bo'lsa, bank bazasida yangilanganmi? Shuni aniqlang. Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, bankka borib ma'lumotlarni yangilash kerak. Ikkinchi qadam, bank kartasining muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin oyda tugasa, bankka murojaat qilib yangi karta oling. Buni pensiya tushadigan kunni kutmasdan qiling. Chunki pensiya tushgan kuni bankda navbat ko'payadi, asabiylashish ham ko'payadi. 3-qadam, telefon raqamini tekshiring. Bankka ulangan raqam pensionerning o'ziga yoki ishonchli yaqiniga tegishlimi? Eski raqam ishlamay qolgan bo'lsa, SMS boshqa odamga ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu xavfsizlik uchun ham, xabardor bo'lish uchun ham muhim. Telefon raqamini almashtirish uchun bankka shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan boriladi. 4-qadam, pensiya qaysi bankka tushayotganini aniq biling. Qaysidir bank deb yurish mumkin emas. Bank nomi, karta raqami, hisob raqam. Filial yoki xizmat ko'rsatish joyi aniq bo'lsin. Agar farzandlar ota-onasiga yordam berayotgan bo'lsa, ular ham bu ma'lumotlarni bilib qo'ysin, lekin pin kodni bilishi shart emas. 5-qadam, agar pensiya qilmasa, darhol to'g'ri ketma-ketlikda harakat qiling. Avval bankdan hisob raqamga pul tushgan-tushmaganini so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin karta bilan muammo bor desa, kartani almashtirish yoki blokdan chiqarish masalasini hal qiling. Har ikki joyga bir vaqtda borib, nima so'rashni bilmaslik vaqtni yo'qotadi. 6-qadam, ariza yozishni o'rganib qo'ying. Agar bankni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, arizada taxminan shunday mazmun bo'ladi. Menga tayinlangan pensiya to'lovlarini bundan buyon falon bankdagi falon hisob raqamiga o'tkazib berishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, yangi bank rekvizitlari, kerak bo'lsa pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotlar ilova qilinadi. Rekvizitni bankdan rasmiy ko'rinishda oling, qo'lda taxminan yozmang. 7-qadam. Ishonchnoma masalasini qonuniy qiling. Agar pensioner yura olmasa, ko'zi yaxshi ko'rmasa yoki bankka borishi qiyin bo'lsa, yaqin qarindoshi oddiygina kartani olib yurishi o'rniga notarial ishonchnoma rasmiylashtirgani yaxshi. Bu bank oldida ham, oila ichida ham, kelajakdagi nizolarda ham aniq huquqiy asos bo'ladi. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod aytmang, hech kimga pin kod bermang, karta rasmini yubormang. Telegram yoki telefon orqali pensiya tasdiqlash havolasi deb kelgan linklarga kirmang. Rasmiy ma'lumotni bankning o'z filialidan, rasmiy telefon raqamidan yoki davlat organlarining rasmiy kanallaridan tekshiring. 9-qadam, pensiya miqdorini nazorat qiling. Har oy qancha tushayotganini yozib boring. Masalan, sentyabrda 20 million BTZ 20 ming so'm tushgan, oktyabrda 20 million BTZ 20 ming so'm tushishi kerak edi. Lekin 20 million 200 ming tushdi. Bunday holatda kam berishibdi deb umumiy gap qilmasdan aniq raqam bilan murojaat qiling. Bankdan ko'chirma oling, pensiya jamg'armasidan hisob kitobni so'rang. Raqam bilan gapirsangiz, muammoni aniqlash osonlashadi. 10-qadam, ota-onangizga bu jarayonni tushuntiring. Ko'p keksa insonlar bank, karta, SMS, hisob raqam degan so'zlardan cho'chiydi. Ularga baqirmasdan, shoshirmasdan oddiy tilda tushuntirish kerak. Ona, pensiya kartangiz mana shu. Bu muddatgacha ishlaydi. Kodni hech kimga aytmaysiz. Pul tushsa mana bunday xabar keladi. Muammo bo'lsa, avval menga aytasiz yoki bankka boramiz deb bir marta emas. Bir necha marta tushuntirish kerak.
Agar siz bu qadamlarni hozirdan bajarsangiz, yangi tartib sizga muammo emas, aksincha qulaylik bo'lishi mumkin. Pul bank orqali aniq tushadi, hisob-kitob ko'rinadi, ko'chirma olish mumkin. Yo'qolgan pulni tekshirish imkoniyati bo'ladi. Lekin ma'lumotlar eskicha qolsa, karta ishlamasa, telefon raqami begona odamda bo'lsa yoki hujjatlar yangilanmagan bo'lsa, oddiy pensiya olish ham muammoga aylanadi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Yangi tartibni eshitib, vahimaga tushish kerak emas. Pensiya huquqi bor odamning pensiyasi birdan yo'q bo'lib qolmaydi. Lekin pensiyani olish texnik tartibi buzilsa, kechikish bo'lishi mumkin. Kechikish esa pensioner uchun juda og'ir. Dori olish kerak, kommunal to'lov bor, oziq-ovqat kerak, qarz bor. Shuning uchun profilaktika, ya'ni oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Demak, Urdir oktyabrdan banklar orqali pensiya berish tartibidagi o'zgarishlarda eng muhim narsa shuki, kartangiz faol bo'lsin, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsin, bank rekvizitlaringiz to'g'ri bo'lsin, telefon raqamingiz ishonchli bo'lsin va firibgarlarga aldanmang. Agar pensiya kechiksa, avval bankdan pul tushgan-tushmaganini aniqlang, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar boshqa bankka o'tmoqchi bo'lsangiz, rekvizitni rasmiy oling va arizani aniq yozing. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarda bu tartib bo'yicha savollar bormi? Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi yoki kechikish bo'lyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga ham yuboring. Bu oddiy ko'ringan ma'lumot kimningdir pensiyasini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.